Bloger avaz. Oxirgi mahal e'tiboringlarni bloger avaziga qaratdik va bu haqidagi bor ma'lumotlarni sizlarga aytib berdik. Bundan asosiy maqsad Nozimani o'limida shubhalanayotgan Sherzodni orqasida turmasligi va uni oldidan qochishini xohladik. Qaysidir ma'noda maqsadimizga erishdik desa ham bo'ladi. Sababi oxirgi mahal bloger avaz internetda ko'rinmay qoldi. Mana endi Sherzod haqidagi ma'lumotlarni sizlarga ko'rsatib bersak bo'ladi. Nozimani onasiga yuborilgan hujjatga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu yerda yozib qo'yibdi. Xabar bergan shaxs marhumaning yigiti. Marhuma 2026-yil 4-mart kuni soat 1:09 da Piontek shahri Smart Perfox 1008-xona hammomida o'z joniga qasd qilishda ishlatilgan hijobi bilan bo'yniga osilgan holatda topilgan. Eng asosiysi, Nozimani o'zini osgan holatida Sherzod topgan. Lekin Sherzodning gapiga ishonadigan bo'lsak, Nozimani Sherzodni yaqin akasi topgan. Birinchi bo'lib kim ko'rib qo'ygan endi o'lganligini? Akamiz bor edi, sherigimiz, men yaqin akam bilan. Sizni yaqin akangiz ko'rib qo'yganmi? Xo'p, bunisiga ham mayli. Sherzodning gapiga ishonadigan bo'lsak, Nozima bilan 3 yil davomida birga yashashgan va Nozima 3 yil davomida ro'molsiz, hijobsiz holatda yurgan. O'sha qiz Koreyada hijob o'rab yurarmidi? Ayt. Ha, yo'q, hijobda yurmagan, Koreyaga kelgandan beri men hijobda ko'rmagan. Va biz dalil isbotga ishonadigan bo'lsak, Nozimani telefonida topilgan rasm videolarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Nozima 2 yil oldin hijobda zavodda ishlab yurgan qiz bo'lgan. Xo'p, bunisiga ham mayli. Agar Sherzodning gapiga ishonadigan bo'lsak, Nozima hijobsiz yurgan bo'lsa, qanday qilib o'zini o'zi kiyib yurgan hijobga osib qo'yishi mumkin? Demak, bundan tushunsak bo'ladiki, Sherzod maksimal darajada bizga yolg'on gapirib, bizni chalg'itishga urinyapti. Sherzod qotil, ko'zida sasiq hila, tilida shakar, ishida zila, har bir so'zi tarozi, buzgan tarozi, bir bechorani yana aylaydi o'lar. Sherzod Kim Nozima fohisha bo'lib tungi klublarda ishlagan deb chiqarilayotgan videolar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Marhum Bolt va shunga o'xshash tegishli detallarni ishlab chiqaruvchi zavodlarda ishlagan. Nozi Koreyada o'ynab, yerdan pul supurib topadi deb o'ylashadi-ku manada. O'ynab pul topayapman. Yerdan pul supuryapman mana. Ko'rasizlarmi? Endi lak sepsam pul sochilyapti. Hamma shunaqa deb o'ylaydi. Koreyada pul dahshat yerda qoladi deydi-ku. Nozimani haqoratlab, uni fohisha, ichkish, bunday ayollar Koreyaga kelmaslik kerak, harom yurgan, u ichimlik tufayli olamdan o'tgan, shunga o'xshash obro'sizlantirish maqsadida o'lgan inson orqasidan qo'pol va 12 qismdan iboratli videoni o'zining Koreya yangiliklari Instagram sahifasida olib chiqqan Avazbek 1.400.000 obunachiga ega. O'zbekiston xalq soni esa 37 million, Nozimaning videolarini jami olganda 30 million xalq ko'rgan. Bu nafaqat Nozimani, balki uning onasini va yaqinlarini ham obro'sizlantirdi. Hozirda marhumning yaqinlari adolat uchun kurashmoqda. Avazbek esa nafaqat 12 qismli videoni, balkim butun Instagram sahifasini o'chirib, internet tarmoqlaridan ko'rinmay qoldi. O'zbekiston Respublikasi Farg'onalik Abduvohidov Avazbekka Nozimani obro'sizlantirgani bo'yicha Koreya Respublikasining 308-bandida ko'zlangan jinoyatni sodir etganlikda ish ochildi. Tergov kuni ham yaqin. Eslatib o'tamiz, Nozimani haqoratlab obro'sizlantiruvchi har qanday chiqishlar, kommentariyalar qonun asosida javobgarlikka tortiladi. Nozima ishi bo'yicha Koreya hukumat tomonidan advokat olindi. Ular o'z ishlarini boshlab yuborishgan. Siz internetdan turib, siz biladigan ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Biz aqlimiz yetmagan joyga, balki siz aqlingiz yetib turgandir. Siz aytyapsiz, menda qanaqadir narsalar bor, men sizga yordam berishim mumkin deyapsiz. Davay yordam bering, bizni savolga tutmang. Biz jinoyatchi ham emasmiz. Qoralo't hech kim Sizni hech kim jinoyatchi demayapti. Sizni hech kim jinoyatchi demayapti. Men buni yashirmayapman. Tushunyapsizmi? Yashirmayman. Yashirmayapsizmi?
Ha? Hozir qarang mana, endi mana hozir konkretni mana inson bo'lib aniq gaplashyapmiz. Men как jurnalist sifatida gaplashmayapman, to'g'rimi? Aka sifatida, как o'zbek sifatida gaplashyapmiz, to'g'rimi? Boshligi sizni harakatlaringiz, olib chiqish videolaringiz bizani shunaqa shubhaga uyg'ottirdi. Mana sizga ochiq narsa aytaman. Mana endi hozir bu bermadim. Ha, yo'q. Albatta shaxsiy fikrim, o'zim mana shu nimaga bo'lganini narsaga tushuntiraman odamlar, unaqa o'ylab qolgan. Mana endi hozir siz oldingizga olib, mana men kerak bo'lsa ushlayman deyapsiz-da. Xo'p. Ismingiz Sherzod, to'g'rimi? Sherzod. Sherzod, qarang. Siz o'sha kuni Avaz akaga kirganingizda, Avaz aka siz oldingizga kirib, xonaga kirdinglar-ku uyga, janjal bo'layotgan uyga. Kirganda siz o'zingiz og'iz bilan aytdingizki, "Ha, bu qotillik bo'lishdan oldin go'yoki sizlar urushgansizlar, urushdik, janjallashdik" dedingiz, to'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. Qo'l ko'tardingizmi, yo'qmi? Yo'q. Nozimaga. Yo'q. Umuman qo'l uchun teqazmadingizmi? Yo'q. Shu gaplaringizga o'zingiz ishonyapsiz, yolg'on gapirmayapsiz. Ha. Unaqada qanaqa qilib Nozimani burni sinib, burnidan qon kelib, lablari ishib, qo'llari va badallari ko'karib ketdi. Sizda janjallashgansizlar-ku o'zingiz gapingiz bilan. Biz gap bilan janjallashganmiz deyildi. Nima u hamma yo bardak u yotibdi-ku. Gaplashyapti. Agar videoni ko'rgan bo'lsangiz, dasturxon tortilgan dedim. Bakal otgan nimaga, o'ynaga dedim, to'g'rimi? Eshitolmaysiz. Tushundingizmi, hozir nima demoqchi bo'lganim? Tortganda. Nimadir bir-birimiz bo'g'ay turganimizda sachirib ketmadi u narsalar. U narsa dasturxon bo'lgan, dasturxon ustida sinaydigan narsalar bo'lgan, meva-cheva bu narsalar bo'lgan. U dasturxon tortganda hamma narsa tushib ketadi-yu. Jahlda. Politsiyaga qachon bordingiz? Nimaga qiziq bo'lyapti u? Ber hamma savoliga javob ber. Nimaga siz savoldan qochyapsizmi? Politsiyaga qachon bordingiz? Ber savol, beradi hamma O'sha efir qilgan kunimiz ham bordim. Birinchi. O'sha haligi Birinchi. o'lgan kuni bordim. O'zi biladi. Buni bosh o'ziniki. O'rgatmanglar. Mayda shuncha odam turibdi. Savoliga konkret savol beryapti. Javob ber qisqa lo'nda. Vafot etgan kuni va o'sha efir bo'lgan kuni. Bo'ldi. Demak, politsiyaga bordingiz-da. O'sha yerda janjallashganingizni aytdingizmi politsiyaga? Aytdim. Politsiya uyga kirdimi? O'sha o'lgan kuni biz больницаdan chiqdik. O'sha payt o'sha politsiya, больница hammasi birga kelar edi. Pojarniy nimadir muammo bo'lsa. Endi qarang, sizga savol-da. Mana 1 yil, 2 yil o'zingizlar bilasizlar muddatinglarni, mana birga bir-biringlarni yoqtirib yashadinglar, to'g'rimi? Sevishdinglar, vaqt kelsa birga yashadinglar, to'g'rimi yo noto'g'ri aytolmanmi? Gapiravering. Bo'ldi. Yo'q, gapiravering emas, to'g'rimi? O'shanga siz o'shanga qarab aytaman. Bo'ldi. Ha bo'ladigan bo'lsa, men siz erkak kishi sifatida qanaqasiga siz bu narsaga vijdoningiz yo'l qo'ydiki, o'lgan o'zingizni bo'lajak turmush o'rtog'ingiz yo'qligida yaxshi ko'rgan insoningizni, ayol ojizani internetga olib chiqib, uni har xil videolarni ko'rsatingiz. Mana qilib. Bu erkakchiligi qanaqa g'ururingizga sizni bu qabul qildi? Qaysi videoni olib chiqib ko'rsatibman mana deb? Internetda polni aylanayotgan narsalar nazarda tutyapman. Общий. Bittasini ayting, o'shani asos qilib pichoq ko'tarib yurgan-ku, to'g'rimi? Pichoq ko'tarib yurdi deb olib chiqqan joyingiz bor-ku. Majbur qilishdi o'sha narsaga. Xo'p, nima uchun? Tergovchi emas, Avaz aka oddiy inson bu, tergovchi emas bu. Kirganda nimaga endi mana bu icharida qilib ichilgan, chakalganini hammasini bularga aytib, o'zingizni yaxshi ko'rgan bo'lajak turmush o'rtog'ingizni nega unaqa internetda obro'sizlantirib aka. Qolganlarga ham ibrat bo'lsin deb turib, nima bo'lgan bo'lsa, ro'y rost aytgan. Ayda bu ichib o'tirgan bo'lsa, men ichib o'tiruvdim, demagan degan narsalar bo'ldi-da, tushunyapsizmi? Mana shu savoliga men javob beraman. Bu savol meniki ekan. Yo'q, o'zlari javob bersinlar, iltimos, Avaz aka, iltimos. Qarang-da. Nima bo'lgan taqdirda ham u sizni bo'lajak turmush o'rtog'ingiz. U siz uchun o'zi qurbon bo'ldi. Shu narsani biling ukan. U siz uchun o'zini qurbon qildi. Janjallashdinglar, boshqa narsa. Lekin u erkak bo'lib, u mard bo'lib, siz agar tilingiz o'zini osgan bo'lsa, mard bo'lib osib ketdi. Siz o'zingiz internet chiqib men o'zimni osaman demang. Erkak bo'ladigan bo'lsangiz olib osib oling. Lekin mamyoda bu naborot mardlik qilib o'zini osdi. Kimgadir osonman, o'lolman emas. Nimaga taqlid qilyapsiz? Bor o'zim do'stmoqchimiz, nimaga taqlid qilyapsiz? Siz bor o'zingiz osasizmi agar men osgan? Yo'q, nimaga taqlid qilyapsiz bu savolingiz bilan? Bor o'zing do'st deyapsizmi? Men aytmoqchi bo'laman gapim,
siz erkak kishi bo'lib turib, yoningizda turgan ayolni naborot internetga sharmanda qildingiz. Ey, Просто sizga inson bazor. qancha yashirdik, mana shunday og'zimizni yopib, aka yo'q, bo'ldi, yo'q. Hamma ayb bo'ynimga olib turibman, video ko'rsalar. Onglar Qaysi aybingizni olasiz bo'yningizga? Qaysi hamma aybingiz? narsani o'zim bo'ynimga olib turibman. To'xtab turing, to'xtab Qaysi turing. hamma narsa, qaysi? To'xtab turing. Qaysi bo'yni to'xtab turing avazaga. Siz noto'g'ri Bo'ynilariga olib kerakkanlar. Siz Nimani bo'ynilariga noto'g'ri olibdilar? Siz aytdingiz. Yo'q, hamma narsani to'xtab turing. Bo'ynimga oldim deyapti. Nimani bo'yningizga oldingiz? Ko'rsating, iltimos, xalq ko'ryapti. Bo'ynimga oldim dedi. Nimani bo'yningizga oldingiz hamma narsa? Bu yerda urush bo'lishidan oldin, u janjallardan oldin onasi haqida, o'zini shaxsiy hayoti haqida aytgan gaplarini men aytmaganman edi. Işte nimaga aytmaganmanki, ayda onasi ham o'sha narsani eshitib turib, erta vijdon azobida o'tmasin shu narsalarni bo'ynimga olayim, qabrimga olib ketayin, hech qayerda aytmayman shu narsani deb hech kimga aytmadim. Qalay javob oldingiz? Hozir siz aytayotgan gapingiz, men hammasini bo'ynimga olmayman-ku deyapsiz. Siz nimani bo'yningizga oldingiz deyapman. Hozir yana bir marta qaytaraymi? Hozir gapirgan gapimni yo'q. Bo'yningizga olgan narsani ayting bo'ldi. Mana aytyapman, uyidagilarni temasini, oilasida oldin bo'lgan hayotini, stress olgan narsalarini aytmasdan, men tufayli urush bo'ldi, meni anaqam tufayli urush bo'ldi deb turib bo'ynimga olib turibman. Tushunyapsizmi? Ha, demak urush bo'lganini siz bo'yningizga olasiz, to'g'rimi? Aynan men tufayli bo'ldi. Anaqa osilganda siz qayerda edingiz? Nozima osilganda, uyda o'lganida qachon ko'rib qoldingiz? Qayerda edi? Yo'lda edim. Yo'lda Nozimani oldida ikki otumidingiz?